Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Niderlandiya terma jamoasi matbuot xizmati bir necha kunlardan so'ng boshlanadigan jahon chempionatida ishtirok etadigan futbolchilar ro'yxatini ommaga taqdim qildi. Jamoa bosh murabbiyi Ronald Kuman turnir qaydnomasiga quyidagi 26 nafar futbolchini kiritdi. Darvozabonlar: Mark Flecken, Bayer, Germaniya; Robin Roefs, Sunderland, Angliya; Bart Verbruggen, Brighton, Angliya. Himoyachilar: Nathan Ake, Manchester City, Angliya; Denzel Dumfries, Inter, Italiya; Jorel Hato, Chelsea, Angliya; Juren Timber, Arsenal, Angliya; Mickey van de Ven, Tottenham, Angliya; Virgil van Dijk, Liverpool, Angliya; Jan-Paul van Hekke, Brighton, Angliya; Mats Wiefer, Brighton, Angliya. Yarim himoyachilar: Frenkie de Jong, Barselona, Ispaniya; Marten Deron, Atalanta, Italiya; Ryan Gravenberch, Liverpool, Angliya; Justin Kluivert, Bournemouth, Angliya; Ten Koopmeiners, Juventus, Italiya; Tijani Reinders, Manchester City, Angliya; Gus Til, PSV, Niderlandiya; Quentin Timber, Marsel, Fransiya. Hujumchilar: Brian Brobby, Sunderland, Angliya; Memphis Depay, Corinthians, Braziliya; Cody Gakpo, Liverpool, Angliya; Noah Lang, Galatasaray, Turkiya; Daniel Malen, Roma, Italiya; Crescencio Summerville, West Ham, Angliya; Wout Weghorst, Ajax, Niderlandiya. Eslatib o'tamiz, Jahon chempionati 11-iyundan 19-iyulga qadar davom etadi. Guruh bosqichida Niderlandiya terma jamoasi Yaponiya, Shvetsiya va Tunis terma jamoalariga qarshi bahs olib boradi. Mundial startidan avval O'zbekiston terma jamoasi 8-iyun kuni Niderlandiya bilan Nyu-Yorkda o'rtoqlik o'yini o'tkazadi.